ustoz. Albatta yuqori deganimdek dinimiz davomli holatda bu hamkorlik masalasida musulmonlarningki har qanday bir narsada g'alaba qilish uchun mayli dunyolik ishlarda bo'lsin, mayli oxiratning ajrini masalan jamoat masalasida davomli buning rag'batlantirishimi, ya'ni buni ko'rsatib turgan masala. Shuning uchun buni biroz vaqtimiz qisqa bo'lgan bo'lsin, bu ishni bir aytishga bir tirishsak, islomda hamkorlikdan maqsad nima degan savoldan boshlasak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aleykümselam. Aslında bu yuqorida so'rgan hamkorlik haqida, ya'ni islomdagi hamkorlik nima deysiz? Aslida biz insoniyat hayotiga, tarixiga, dunyodagi butun koinotni qarasak, har qanday bir xalq yoki bir millat o'zining kelgusini tiklamoqchi bo'lsa, taraqqiy qilmoqchi bo'lsa, gullanmoqchi bo'lsa, davlatlarni texmo kuchlik bir holatga ekilishni istagan har qanday bir xalq bu faqat hamkorlik bilan qo'lga keldi. Davlatlarning tarixiga qarasak, insonlarning tarixiga qarasak, o'zaro birisi bilan hamkorlasha olgan va birisi bilan birlikda ish qila olgan, bir g'oyani tiklash uchun tirishchilik qila olgan millatlar tarixdan bu yan davlat qura olgan, kuchlangan, dunyoni so'g'an millatlar shu. Qandaq bir millat, mayli musulmon bo'lsin yoki musulmon bo'lmasin, o'zaro birisi bilan hamkorlasholmaydi ekan, birisi bilan har doim urush bilan, dushmanlik bilan yashaydi ekan. Bundaq millatlar davlat quranmagan, hatto davlat qurgan bo'lsin, bu davlatlarni tutib turolmagan. Bu davlatlar ozg'in vaqtdan keyin ichki urushlarninki, talash-tortishlarninki sababidan bu davlatlar shu yiqilgan. Balkim bunun amaliy misollardan biri biz. Yani biz tarixda nurg'un kuchli davlatlarni qurgan millatlar ishidan, yani tariximizda mayli islomdan ilgari, mayli islomdan keyin alohida kuchli davlatlar qurilgan. Lekin bu davlatlarninki yiqilishida cho desa, keyingi o'zaro bo'lgan fitna fasod, hokimiyat talish urushlari va yurtvozlik masalan, har yurt o'ziga bir hokim yoki amir tiklab, shu orqali andin boshqa yurtlardagi kishilar bilan yoki amirlar bilan urushish nurg'un sabablardir. Biz mayli biz tariximiz, Tarixi Hamidiyya ya Tarixi Rashidiyya degan kitoblar qarasak, masalan shu zamonlardagi xalqimiz ichidagi ichki talash-tortishlar, u amir bilan bu amirning suqishashlari, bu hammasi oxirida nimaga olib bordi desa, bizning ichki o'zaro jidal ojizlashga olib bordi. Keyinchi desa, boshqa Xitoydan iborat bu millatningki bizning zaminimizni besib olishiga shu sabab bo'ldi. Nima desa, ichki talash-tortish. Xo'sh. Shuning uchun hayotimizda biz yana g'alaba qilamiz deydi ekanmiz, davlatimizni qo'limizga olamiz deydi ekanmiz, bir sharafni, izzatni qo'lga keltiramiz deydi ekanmiz, cho'qim hamkorlik bo'lishi lozim. Hamkorlik degan nima desa, hamkorlik degan o'rtaq manfaatni vujudga chiqarish uchun har qanday bir xalqningki o'zaro birisi bilan birlikda ish qilishi, birlikda g'oyaga yetish uchun birisiga yordam qilishi, birisi bilan bir holatda yashashi demak. Shuning uchun biz masalan islom dinininki ta'limotlariga qarasak, Qur'oni Karimga qarasak, Payg'ambar alayhissalomning hayotiga qarasak, hatto ilgirki payg'ambarlarning hayotiga qarasak mucho desa, bu o'zaro hamkorlikni biz uchirtamiz. Masalan, ilgirki payg'ambarlarning hayotiga qarasak, Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomning voqeasi. Ij'alli vaziran deb Musa alayhissalom o'ziga bir yordamchininki o'zining qarindishining o'ziga yordamchi bo'lishini Allohdan talab qilgan. Alloh subhanahu va taolo bu duosini ijobat qilib Harun alayhissalomni shu desa payg'ambar qilgan. Xo'sh. Mayli Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalomninki Ka'bani bino qilish voqeasi bo'lsin masalan. Bular Qur'oni Karimda bumi o'rtaq bayon qilinadi. Bu ikkalan bunda Ka'bani shu yasab chiqdi deb. Payg'ambar alayhissalomning hayotiga qarasak, payg'ambar alayhissalom hatto islomdan ilgari, ya'ni payg'ambar alayhissalomga vahiy kelishdan ilgari mucho desa, odatda Makka mushriklari bilan hamkorlashib qilgan ishlar bor. İslamda o tabiiy holda bor. Islomdan ilgari mayli Hajrul Aswadning joyida, ya'ni o'z o'rnida quyosh masalasi bo'lsin, shu chaqda arablar ichida talash-tortish chiqqan. Kim qo'ydi buni
deb payg'ambar alayhissalom shu desa yaxshi fikrni o'ttirib qo'yib buni har qabila bunga sheriklashsin, har qabila buning bir hassi bo'lsin degan asosda arab mushriklarini shu hamkorlashtirib jidalning oldini olib shu Hajrul Aswadni joyida qo'ygan voqeasi bor va shundaqla mazlumga yordam berish uchun bir ittifoq qurilgan Makkada. Bu ittifoq payg'ambar alayhissalom uchun bu so'rin qatnashgan law du'itu bimithlihi fil islam la ajabt. Ya'ni hatto keyin mushaqda o'zining shu mushriklar orasidagi zulmga qarshi turish, mazlumning haqqini olib berish to'g'riliq tuzilgan bu kelishimga o'zining qatnashganligidan faxrlanib, islomdimi agar ashunga o'xshash bir ish chaqirilsam-chu, albatta men uning qatnashiman, albatta uning ovoz qo'shiman deb mushunaq degan. Demak, bularning hammasi buning ne kadar ahamiyetini bayon qiladi va uningdan boshqa Qur'oni Karimda masalan 89 oyatda ya ayyuhallazina amanu, yani iman etgan müminlar deb umumiy musulmonlarga 89 oyatda xitob bor. 20 oyatda ya ayyuhan nas, insonlar degan bu xitob bor. 5 oyat shu desa ya bani Adam o'g'illari deb butun insoniyatga xitob qilgan oyatlar bor. Bularning hammasi nimani bildirdi desa, insonlarningki umumyuzlik yaxshi ishlarni qilishda hamkorlashishning ne kadar zarurligi, zulm qarshi turish bo'lsin, mazlumning haqqini olib berish bo'lsin yoki jamiyatdagi tartibni saqlash uchun bo'lsin, ya'ni insonlar orasida umumyuzlik hamkorlikning foydasi, ahamiyatini bayon qiladi bu oyatlar va shundaqla mu'minlar ichida shu desa bo'libmi, mu'minlarningki o'zining g'oyasiga yetish uchun, Allohning roziligiga erishish uchun shu desa bu hamkorlikninki o'zaro birisi-birisiga yordam berishning ne kadar muhimligini bayon qiladi. Buning eng muhim oyatlardan masalan bir oyat hadislarni aytacak. Shuning bir qaysi desa va taavanu alal birri vat taqva va la taavanu alal ismi val udwan vattaqulloha innalloha shadidul iqob. Ey mu'minlar, sizlar shu desa taqvodorlikqa va yaxshilikqa birisi-birisiga yordam qilinglar. Birisi-birisi bilan shu birlikda ish qilinglar. Ammo qon to'kish, zulm, Allah cheklagan ishlarni qilish uchun desa, qat'iy birisi-birisiga hamkorlashmanglar. Birisi-birisiga bu yerda to'sanglar demakchi, hamkorlashmanglar deganlikning o'zi to'sanglar demakchi. Uningdan boshqa shu nurg'un oyatlardami bu haqda mu'minlarning birlikda ish qilishining zarurligi va allafa bayna qulubihim deb, ya'ni sahobalarning qalbini Allah subhanahu va taolaning birlashtirganligi to'g'riliq nurg'un oyatlar bor. Hadislardami shu desa مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Muş hadislarning o'zim shu desa, mu'minlar nimaga o'xshatgan desa, mu'minlar o'zi birisi-birisiga kuyinishda, birisi-birisiga rahimdal bo'lishda nimaga o'xshaydi desa, bir badanga o'xshaydi. Bu bir badanda bir ya og'rib qolsa shu, qolgan jism hech qaysi rohat oladi. 5 og'rib qolganda uxlay olmaydi, masalan. Yoki qo'sqa og'rib qolgan odam qat'iy aram olmaydi. Ash xuddi boshqa jismning hammasi shu desa, og'rib qolgan yer bilan hamkorlashgandek hech qaysi shu rohat olmaydi. Ya'ni bu aslida mu'minga bu hadis o'qitish orqali nima tushundirmoqchi desa, mu'min musulmonlar degan birsiga xafalık kelsa shu xuddi bir badan bir yer og'rib qolsa qolganlari rohatsiz bo'lgandek, mu'min musulmon degan shu desa, bir musulmon xafalık qilsa qolgan musulmonlarda shu cho'qim bir rohatsizlik, bu xafalıkni o o'zining qarindishining ustidan yiroqlashtirishga, uni ilib tashlashga tirishchanlik qilishninki ne kadar zarurligi bu hadisdan chiqadi va boshqa vallohu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Masalan, Allah subhanahu va taolo bir banda o'zining qarindishiga yordam qildi ekan, cho'qim Allah uni uchun yordam qiladi deb mushulni bayon qilishi. Bu to'g'riliq, ya'ni hadislar, ayeti jiq, oyatlar jiq. Lekin muhimi nima desa, hayotimizda qanday qilib mush oyatlarni, mush hadislarni hayotimizda tatbiqlaymiz, amaliylashtiramiz. Bu oyatlarning hukmiga amal qilgan asosda qanday yashaymiz, bu hammadan shu muhim. Xo'sh. Alloh razı olsun.